o'zlari uyushtirib turib olgan videolarni go'yoki ushlab oldik deb olishyapti. Agar videoga ahamiyat bersangiz, u kesilgan, montaj qilingan, qaytlaridir bir boshqacha qilib nima qilishyapti, yaxshi. Bunga ajablanmadim. Ochig'i men 8 oy, 9 oydan beri bunaqa holat kutib turdim, lekin ikkita odam agar ular haq bo'lib turib, men nohaq bo'ladigan bo'lsam, o'zini o'zi rahmat silaga deb qamalga ketmasa kerak. Keyin qolganlari ham mana sud bo'yi biz bu qizni tahqirlamadik, videoga olmadik. Biz umuman ijtimoiy xabarimizda hattoki siz o'sha yerda bor edingiz, qo'limizni tekkizgani jirkandek degan holati borda, lekin videoda ko'rib turibsiz, sudraklanyotibdi, hali aradan uni tortib, hali buni tortib nima qilyapti. O'zim bilan ko'rdim, u yerda ayniqsa ikkita odam faol ishtirok etdi. O'shalarning ismini aytinglar. U yerda Azamxon bor, keyin Tohir Bashirov, haligi nima bo'lamiz, keyin bular ikkita sizga ko'proq siz yuzingizni ko'rsat degani Sohir. Keyin kiyimingizni o'sha ustingiz yopayotganingizda bittasi tortaverdi kiyimingizni. U kim edi? Tortaverdi. Bu Tohir Bashirov. Hali sudda men telefonga olmadim, videoga olmaganman bu qizni, biz tahqirlamadik, haq ko'rsatmasdik. Nima tegmaganman, qo'limni ham tekkizmaganman degandi, lekin videoda buni teskarisi ko'rsatib turibdi. Endi o'z-o'zidan bitta savol tug'iladi. Keling, mana nima qilaylik, bularda eng oxirgi quroli shu edi. Endi uni ham bir to'g'rilikcha chiqarishmadida, montaj qilib orasiga bir nimalar qo'shib, ayirib, chatib chiqarishyapti. Endi bundan maqsad men kechadan beri bunday ko'raman, bu endi sinib qoladi. Men nimaga to'xtayman? Men boshida bilardim nima bo'lishini oxirigacha, boshida chiqqan. Bu video borligini ham bilasiz. Men aytdim-ku, ommaga meni kiyimsiz holatdagi videom bor ularning qo'lida. Lekin agar tezkor xabar bo'ladigan bo'lsa, nimaga darvozani oldidan olinmayapti? Birinchi marta kirilayotgan bo'lsa. Haqiqatdan ham o'tda siz 30-40 sekunddan keyin keldi dedingiz, shunga to'g'ri kelyapti. Bir 30 sekundda o'sha ichkari kirib kelishyapti. Keyin endi Sirojibon aka bir kengroq fikrlaydigan bo'lsak, ikkita odam ahmoq emas, u hamma yoqda ochib olib nimadir ish qilgani. Keyin aytdim, men burchakda kaltaga o'tirganim ko'rinib turibdi, o'rnimdan tura olmayapman, o'sha yerda o'tirib qolganman men shunday uchun. Faqatgina badanimni yopishga harakat qilyapman. Keyin ularning jirkanch harakatini ko'ryapsizmi? Ular yuzimni emas, badanimni ochishga harakat qilyapti. Hamma yoqda olib uloqtiryapti. Nima sizga odamni yuzidan tanidimi yoki badanidan tanidimi? Xo'p, men mana shu harakatlardan norozi bo'lib chiqqandim. Endi tergovchimiz nima deb izoh berar ekan? 83 bilan oxlagan tergovchimiz. Yoki bular endigi sudda, mana bular yaqinda jinoyatda kassatsiya sudiga berishdan oldin nimamizdir bor deyishdi, o'zi taxmin qildim, shunaqangi bir montajli bir nima chiqib kelsa kerak degandim. Yaxshi chiqarishdi. Lekin har galgidek bularda bir bitta narsaki, bir ahmoqona harakati borki, ko'p detalni ular emas, meni foydamga ishlab berishadi. Mana jarohatlari nima eski edi, 14-kunga taalluqli edi deyilganida jarohatlar. Keyin bunga biz qo'limiz tekkizmadik, kirdiku qaytib chiqib ketdik o'sha holatda deyilganida. U holatlar qaytda. Keyin videoni ko'radigan bo'lsangiz, ularga vahiy kelganmi ikkinchi etajda kimdir borligini, kiradi-yu tepaga qarab yugurib chiqib ketadi. Bu narsa uchun ahmoq bo'lish shart emas, yo o'ta aqlli bo'lish shart emas. Shunday tafakkur qilsangiz bo'ldi. Endi ko'pchilikda shunaqa savol bo'lyapti. Men ham sizga shu savolni berishim kerak. U yerda kirgandan keyin o'sha joyda sudda ham aytilgan, uni eshitganman, lekin qolgan odamlar ham eshitsin deyapman-da. Siz nimaga aytmadingiz videoda? Sizga savol ham berildi bu bo'yicha. Bundan ozgina oldin meni o'zlaring yechintirib shu yoqqa tashlab ketdilaring-ku degan savol, o'sha gapni nimaga aytmadingiz deb aytishyapti-da. Shunga qanaqa izoh berasiz? Shunga o'sha savolni beradigan odamlarni bir umrida biror marta bir 4 ta 5 ta erkak yechintirib ko'rsa, balki ularning aqli qandaydir tezroq ishlasa bilmadim. Lekin meni aqlim ishlashi juda qiyin bo'ldi aytdi. Men kaltaga o'tirgan paytda meni urib turib yechintirishgan. Keyin aytishyapti, kiyimingni ilib qo'yishgan ekan. Meni ko'chadagi bolalar emas, 10 ta operalar, 10 ta ichki ishlar xodimlari, ular mutaxassis bunaqangi ishlarni pirib olib ketishgan. Oddiy misol keltiraman, endi mavzuga aloqadorligi uchun mana Danvarada hozir bitta akani 4 ta ichki ishlar xodimi urib qovurg'asini sindirib tashlagan. Bu vaziyat bo'yicha hozir nima tergov harakatlari ketyapti. Bu narsa ham sudga chiqadigan bo'lsa, demak siz u yerda o'sha do'dirab qolgansiz urgandan. Mana hozir o'sha aka ham bir kuni nima qilishyapti, telefon qilishyapti. Sizlarni nimani raqamini so'radi. Ochig'i men internetdan so'rayman, men bilmayman deb javob berdim.
u ham aytyaptiki o'shanda nimaga sразу nima qilmadingiz murojaat qilmadingiz desam dastavval ishonmagandim keyin surishtirib ko'rsam haqiqat ekan bu o'sha Tang'arada 4 ta ichki ishlar xodimi urib bitta insonni qo'rg'asini sindirib qo'ygan bu haqiqat ekan keyin o'sha odamga nima o'sha erkak kishi u bo'lib u faqat kalta yegan xolos nima o'shanda nima murojaat qilmadingiz desam u payti o'zimni emasdim endi o'zimga kelyapman degan javobni aytishdi endi qarangki men ayol kishiman ham aytdiki voqeani ko'ryapsizmi agar ular aytgandek haligi kirgandagi bir oliyjanoblik bo'ladigan bo'lsa nima ko'chada buzuq xotinlar yo'qmi ularni nima qilishmaydimi qanday bular birdaniga bilib turib tepaga qarab yugurib ketishyapti давайте nima qilaylik darvozani oldidan bitta video berishsin menga qo'lim yopib yursin shunday qo'limni ko'taramanda xalqni oldida uzr so'rab chiqaman kechiringlar deb chiqaman agar xalqni oldida darvozani oldidan olingan video bo'lsa bo'ldi darvozani bu oldida yerda 10 ta odam ham o'sha kirganlarni guvoh berganlar hammasi aytgandi o'sha voyaga yetmagan maktab o'quvchisini olib kirib ketdi degandi lekin biz u yerda u narsani ko'rmadik